Navoiy shahar Alisher Navoiy orqa tomonida joylashgan Navoiy davlat universiteti bo'limi auksion savdolariga chiqarildi. Mulkiy majmua barcha kommunal xizmatlarga ulangan bo'lib, yerga bo'lgan huquq turi mulk etib belgilangan. Yer uchastkasining maydoni 2 gektar 87 sotixni, bino inshootlari egallagan maydoni 15019 kvadrat metrni tashkil etadi. Bino boshlang'ich narxi 137 milliard 436 million so'm etib belgilangan. E-auksion platformasini kuzatishda davom eting.